Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam Hadicha onamiz vafot etgan yilda o'zlari uchun mahzunlik yili deb e'lon qildilar. Mahzunlik yili. Chunki o'sha yili Hadicha onamiz olamdan o'tdilar. Amaklari Abu Talib olamdan o'tdilar. Va Rasulimiz alayhissalatu vassalam uchun juda og'ir yil bo'ldi. Shuning uchun ham buni mahzunlik yili deb ataganlar. Ammo Hadicha onamizga bo'lgan muhabbatlari hech so'nmadi. Hatto keyinchalik ham eslardilar, o'zlari aytardilarki, Allohga qasamki, odamlar meni inkor qilib turganlarida u menga ishondi. Odamlar mendan yuz o'girganda u menga joy berdi. Odamlar meni yolg'onchiga chiqarganda u meni tasdiqladi. U mendan farzandlar ko'rdi deb Hadicha onamizni eslardilar. Oysha onamiz aytadilarki, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga turmushga chiqqanimdan keyin ham Payg'ambarimiz alayhisalom Hadicha onamizni ko'p eslaganlari uchun men hatto rashk qilganman dedilar. Hadicha onamiz o'tib ketganlar. Bir kuni Rasulimiz alayhisalom uylarida o'tiruvdilar. Tashqaridan bir ayolning ovozi eshitilib qoldi. U Hadicha onamizning singillarining ovozi edi. Rasulimiz alayhisalom o'rinlaridan turib ketdilar. Hayajonlanib ketdilar. Xuddi Hadicha onamizning ovoziga o'xshab, opa-singillar ovozi o'xshaydi-ku. Xolani ovozlari edi. O'rindan turib ketdilar. Va har doim eslardilar. Bir uyga sovg'alar kelsa, Hadicha onamizni qarindoshlariga, dugonalariga ovqatlar yuborardi, nasiba yuborardilar. Bir kuni Oysha onamiz aytdilarki, Alloh taolo sizga undan-da yaxshiroqlarni berib qo'ysa ham o'ylaysiz ekanda dedilar. Hadishani gapirasiz ekanda dedilar, o'zlarini nazarda tutib. Shunda Payg'ambarimiz alayhisalom hozirgi yuqoridagi gapni aytgan ekanlarki, vallohi Allohga qasamki, undan yaxshisi bo'lmaydi deganlar. Allohga qasamki, undan yaxshisi bo'lmaydi. Odamlar mendan yuz o'girganda u men tamom bo'ldi. Meni yolg'onchi deganda u meni haq deb tan oldi. U men uchun farzandlar dunyoga kelgizdi. Undan yaxshisi bo'lmaydi. Shu gapni aytganlarida Oysha onamiz aytadilarki, men qasam ichib aytamanki, umrimning oxirigacha biror marta meni qalbimda bu ayolga nisbatan, Hadicha onamizga nisbatan birorta g'illi-g'ashlik qolmadi dedilar. Doim yaxshilik bilan eslardilar. Hadicha binti Xuvaylid, Rasululloh alayhi salatu vassalamning jufti halollari, mo'minlar onasi. Hadicha onamizni eslaganda ummat xuddi o'z onasini eslagandek ko'ziga yosh oladi. Chunki bu zot Rasulimiz alayhisolatu vasallamning suyukli jufti halollari edi. Tarixda ummatning yarmi edi. Ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, bir paytlar bu dunyoda men va Hadichadan boshqa musulmon yo'q edi. Hadicha ummatning teng yarmi edi dedilar. Ya'ni dunyoda ikkita musulmon bo'lsa, shundan bittasi yarmi hisoblanadi. Hadicha onamiz ummatning yarmi bo'lganlari. Rasulimiz alayhisolatu vassalamning yonlarida yelkadosh bo'lganlar. Hamma ulamolar ittifoq qiladilar, shubhasiz. Birinchi bo'lib Hadicha onamiz radhiyallohu anha islomni qabul qilganlar. Bu onamizni Ibn Hishom o'zining Siyrat-ın Nabaviy kitoblarida sifatlab aytadilarki, Hadicha nasab jihatdan Qurayshliklarning eng yaxshisi, obro'da eng ulug'i va eng moldor edilar deb siratda keltiradi. Haqiqatda ham Hadicha onamiz juda xulqi, hamma tomondan go'zal edilar. Islomdan avval Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hali payg'ambar qilib yuborilmasdan turib, Hadicha onamiz boshqa turmush qurgan edilar. Turmushlari o'xshamadi. Ulardan ajradi. Keyin yolg'izlanib qoldi va o'zlariga mos, munosib jufti halolni kutdilar. Albatta bu ishlarni hammasi Allohning irodasi bilan bo'lgan edi azizlar. Chunki bu onamizga Rasulimiz alayhisolatu vasallamning jufti halol bo'lishligi bu taqdirini Alloh belgilagan, Alloh xohlagan. Hadicha onamiz bir tush ko'rdilar. Tushlarida osmondan bir quyosh uchib tushib
uylariga, hovlilariga tushdilar. Uyga kirib ketdi ichlariga. Uyg'onib ketib, o'zlarini amakivachchalari bor edilar. Judayam o'sha o'z vaqtida nasroniy dinini yaxshi bilgan, Injil, Tavrot, Zaburlarni o'qigan yaxshi olim odam edilar. Hadicha onamiz ularning oldiga borib aytdilarki, amakijon, men bir tush ko'rdim. Shunday bo'ldi dedilar. Varaqa bin Nafal degan amakilar. Shunda ular aytdilarki, qizim dedilar, agarki sana tushing haq bo'lsa, senga muborak bo'lsin, mujdalar bo'lsin. Seni tushingdan oxirgi zamon payg'ambari shu diyordan chiqadi. Mana shu payg'ambarning jufti halolligi bo'lishligini ko'ryapman men deb tavil qilgan ekanlar. Haqiqatda bu quyosh Rasululloh alayhisolatu vasallam edilar. Hadicha onamiz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga turmushga chiqdilar. Biz bu oilani eslar ekanmiz, oilaviy munosabatlarda turmush o'rtoqlarini bir-birlariga ehtirom, muhabbatlarini o'rganamiz. Hadicha onamiz Rasulimiz alayhisolatu vasallamga bor hayotini, bor vujudini hadiya etganlar. Hadicha onamiz bilan birga Rasulimiz alayhisolatu vasallam uyda o'tiruvdilar, hujrada. Tashqaridan xizmatchi kirib, bir ayol kirishlikka ruxsat so'rayapti dedilar. Ular hayron bo'lib, "U ayol kim ekan?" dedi. "U ayol Muhammad sallallohu alayhi vasallamning onasiman deb aytayapti" dedilar. Har ikkisi ham hayratlandi. Chunki Rasulimiz alayhisolatu vasallamning onalari yoshligida olamdan o'tib ketgan-u, hozir bir ayol kelib men onasiman deyapti. Hayron bo'lib, "Onam" dedilar. Hadicha ona ham hayron. "Kim? Onasi?" dedilar. "Ha, onasi ekan. Ismini Halima-i Sa'diya deyapti" dedilar. Shunda Rasulimiz alayhisalom yuzlari charog'on bo'lib ochilib ketdi. Shu o'rinlardan turib ketdilar. "To'g'ri aytyapsan, kirgiz, onam" dedilar. "Tuqqan onam emas, meni sut onam" dedilar. Halima-i Sa'diya emizib katta qilgan edilar. Yigitlar, Rasululloh alayhisolatu vasallamni tug'magan, ammo sut berib boqib tarbiya qilgan onasini kutib olishini ko'ring. O'rnidan turdilar. "Kirgiz" dedilar. Kirganlarida ustidagi liboslarini yechib, ridolarini, oyoqlarini tagiga soldilar. "Onajon, o'tiring" dedilar. "Xush kelibsiz" dedilar. Bugun onasi kirganda hatto o'rnidan turishlikni ham loyiq ko'rmayotgan yigitlar uyalishi kerak. Ona kirganda hatto bir qiyo boqmayotgan, ko'zini telefondan uzmayotgan yigitlar bugun Rasululloh alayhisolatu vasallamdan o'rnak olishdi. Kirganlarda o'rnidan turdilar, eng qadrli narsasini soldilar oyog'ini tagiga. "Onajon, o'tiring" dedilar. "Xush kelibsiz" dedilar. Holbuki bu tuqqan emas, sut onalari edi. Halima onamiz o'tirdilarda aytdilarki, "O'g'lim, biz Bani Sa'd qabilasiga juda qiyinchilik keldi, qurg'oqchilik keldi. Bugun men sendan yordam so'rab keldim. Juda qiynalyapmiz, ochlikdan, qiyinchilikdan" dedilar. Halima onamiz bu gaplarni gapirar ekan, Rasulimiz alayhisalom yuzlarini pastga qaratib, jim quloq solardilar. Bilasizki, Rasulimiz alayhisolatu vasallamda beradigan narsasi yo'q edi. Moli yo'q. Ammo Hadicha onamiz badavlat ayol edilar. Lekin jufti halollariga bo'lgan muhabbati nima qilib bo'lsa ham bu zotni ko'nglini olishlik imkoniyatini izlab yurgan oqila, soliha ayol bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermas edilar. Hadicha ona so'zga aralashdilar. Aytdilarki, "Ruxsat bering, men gapirsam" dedilar. "Ha" dedilar. "Xush kelibsiz ona" dedilar. "Siz meni jufti halolimni, umr yo'ldoshimni sut onasi ekansiz. Qadamingizga hasanot. Agar Muhammad sallallohu alayhi vasallam jufti halolim ruxsat bersalar, shu yordamni men qilsam sizga" dedilar. Bitta karvon qilib berdi. Qo'ylar, tuyalar, qancha oziq-ovqatlar qilib berdilar. Buni payg'ambarimiz alayhisalom umrining oxirigacha esdan chiqarmadilar. Bugun onasiga sovg'a olib berganligi uchun kuyovlar bilan janjal qilayotgan kelinlarimiz eshitsalar edi. Nima uchun hadeb onangizga qilaverasiz deb norozi bo'layotgan qizlarimiz bugun
Rasulimiz alayhissalom jufti haloli Hadicha onamizni bu iltifotlarni bilsalar edi, balki aksincha aytardilar. Onangizga qiling, onangizga qiling degan bo'lardilar. Rasulimiz alayhissalatu vasallam jufti halollari o'zlari boy, badavlat bo'lsalarda hali umrida ko'rmagan bir ayol uchun iltifot qilgan bu onamizdan Alloh rozi bo'lsin, namuna olsinlar. Ajib bir hikoya keltiradilar. Jabroil alayhissalom bir kuni Rasulimiz alayhissalatu vasallamning oldilariga kelib turganlarida uzoqdan Hadicha onamiz kelyaptilar. Bu ham Imom Buxoriyda va Imom Muslimda kelgan rivoyat aslar. Hadicha onamiz kelayotganlarini ko'rib Jabroil alayhissalom aytdilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, hozir sizni oldingizga Hadicha kelyaptilar radhiyallohu anha. Uni qo'lida bir idish bor. Unda xo'rak yoki bir taom bor, yo bir ichadigan narsa bor. Shu bilan sizga kelyapti, ilinib kelyapti. Oldingizga kelganida unga mendan salom ayting." Va Alloh taolo ham Hadicha onamizga salom aytganini yetkazdilar va Hadichaga radhiyallohu anhoga Allohning salomini yetkazing dedilar. Azizlar, dunyoda bu ayoldan ko'ra baxtli inson yo'q. Allohning salomini eshitgan. Azizlar, bir tasavvur qiling, hozir sizga bir ulug' insonni, obro'li odamni yo bir olimni salomini yetkazsa qanaqa holatga tushasiz? Endi tasavvur qiling, Allohning salomi. Rasulimiz alayhisalom buni eshitdilarda Hadicha onamiz keluvdilar. Hadicha onamizga astalab aytayaptilar. Birdaniga aytsa inson bunaqa narsani qabul qilish qiyin. Yurak ko'tarmaydi. Men hozir aytayapman, yuragim titraydi azizlar. Tasavvur qilib ko'ring, Allohdan salomni eshitishligi. Rasulimiz alayhisalom aytdilarki, "Ey Hadicha," dedilar. "Hozir Jabroil alayhisalom keldilar. Sizga salom aytdi," dedi. Xursand bo'lib, Jabroil alayhisalomga ham salomlar bo'lsin dedilar. Orqasidan Rasulimiz alayhisalom aytdilarki, "Va Jabroil xabar berdi, sizga Alloh ham salom aytibdi," dedilar. "Allohumma antas salam va minkas salam," dedilar. "Allohim, seni o'zing salomsan, o'zingdandir salom," dedilar. "Va yarji'u ilaykas salam," va salomlar senga qaytajak. Mana shu biz duo qilamiz doim. Shuni Hadicha onamiz aytdilar. Hadicha onamiz dunyodagi eng baxtli insonga, ayollar ichida emas, butun insonlar ichida baxtlikka aylandi. Chunki Allohning salomi keldi. Va Jabroil alayhisalom aytdilarki, "Salomimizni yetkazing va Hadicha onamizga quyidagi xabarni yetkazishni aytdilar. Va unga aytingki, Alloh taolo u ayol uchun duru yoqutlar ila bezatilgan, marjonda shovqin suron charchog'i yo'q bo'lgan bir uyni jannatda bashoratini beradi," dedi. Allohim mana shunday go'zal bir maqomni berdi. Nima uchun azizlar? Chunki Rasulimiz alayhisolatu vassalamni sevganliklari uchun. Rasulimiz alayhisolatu vassalamga sadoqat bilan xizmat qilganliklari uchun bu maqom nasib qildi. Alloh taolo bizlarni volidalarimizga ham Hadicha onamiz bilan birga jannatda bo'lishlikni nasib qilsin. Ayollarimizga, qizlarimizga mana shunday sadoqatli muhabbat bersin. Ammo Rasulimiz alayhisolatu vassalam ham Hadicha onamizni hurmat qilgani kabi biz ham jufti halollariga muhabbat, hurmat qilishni o'rganishimiz kerak. Rasulimiz alayhisolatu vassalam keyinchalik Makka fath bo'lganda Madinadan Makkaga kelganlarida sahobalar so'rashgan ekanlar bir-birlariga qarab, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytib ketarmikinlar yoki Makkada qolarmikinlar? Endi Makka fath bo'ldi-ku, agar qolsalar qayerda yotarkan, qaysi uylarni hozirlaylikin, tug'ilgan joylarinimi yoki Hadicha onamiz bilan yashagan uylarinimi degan gaplar chiqib qoldi. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom ularning oldilariga kelib, "Meni haqimda gaplashyapsizlarmi?" dedilar. "Ha ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam," dedilar. "Men Madinaga ketaman," dedilar. "Meni qiyinchilik mahalda menga qo'lini cho'zgan ansoriylar bilan bo'laman," dedilar. Bu ansoriylar uchun baxt. Va bugun hozir vaqtincha meni qayerga tushishimni o'ylayotgan bo'lsalaringiz, menga Hadicha qabri oldiga bir shayla qurib beringlar, deb shu yerda turaman dedilar. Bu muhabbat, bu hurmat timsoli edi. Ha azizlar, bugun
o'z jufti halolini, ayolini qul o'rnida ko'rayotgan erkaklar uyalish kerak. Ayol Allohning ne'mati azizlar. Ayol bir erkakka Alloh tomonidan berilgan sovg'a, hadiya, omonat. Buni asrab avaylashlik bizning gardanimizga tushdi. Muhabbatimiz shunday bo'lishi kerak. Bir xilgilar ayoliga shunaqa talablar qo'yadi. Agar bir oz dindan xabardor bo'lsa, Fatima onamizni misol qiladilar. Hadicha onamizni misol qiladi. Aytadilarki, "Ey sen Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizidan afzalmisan? Fatima onamizdan qayering a'lo" deb gaplarni gapiramiz. Lekin ayolidan Fatima bo'lishlikni talab qilayotgan erkak o'zi ham Ali bo'lsin. Hadicha onamizdek eriga vafo, muhabbat talab qilayotgan erkak Rasulimiz alayhi salatu vasallamdek ayoliga muhabbatli bo'lsin. Ana o'shunda oila muqaddaslik saqlanadi. Oilaning ehtiromi bo'ladi sizlar. Bugun bizlar Hadicha onamizni eslashimizdan maqsad oiladagi farovonlikni bu Rasulimiz alayhi salom bilan jufti halollar orasidagi mehr muhabbatni o'zimizga namuna qilaylik dedik. Namuna olish kerak. Muhabbatda, sadoqatda, bir-birlariga hurmat va ehtiromda. Rasulimiz alayhisolatu vassalam Hadicha onamiz bilan yashash asnosida biror marta ham janjal bo'lmagan ekan. Qarang, biror marta ham bir aytishuv ham bo'lmagan ekan. Shunaqa darajada Hadicha onamiz bilan hurmati, muhabbati bo'lgan. Hadicha onamiz bilan yashash davrlarida Rasulimiz alayhisalom boshqa ayolga uylanmaganlar. Hadicha onamiz olamdan o'tgandan keyin boshqa ayollarga uylangan. Ammo Hadicha onamiz bilan yashayotganlarida faqat Hadicha onamiz o'zi bilan yashagan. Nimagadir biz erkaklar doim bu yoqdagi gapini ayollarni olganini aytamiz, ammo Hadicha onamiz bilan yashaganda o'zlari bilan yashaganini gapirmaymiz. Esdan chiqarmaslik kerakki, Rasulimiz alayhisolatu vassalam Hadicha onamiz bilan yashaganlarda boshqa ayolga uylanmaganlar. Holbuki uylansalar 15 yosh katta edi, hamma to'g'ri qabul qilish mumkin edi. Lekin Rasulimiz alayhisalom onamizga mana shunaqa sadoqatda turdilar, muhabbatda turdilar. Bu bizga bir namuna bo'lsin azizlar. Shunchalik darajada muhabbat va sadoqatlik bo'lishlik hozir kinoga o'xshab, kitobga o'xshab ko'rinadi ekan, lekin insonda hayotida ko'ramiz ekan, bor narsa ekan azizlar. Men bundan taxminan 30 yil avval yosh imom mahalim bir janozaga aytilindim. Janozaga borsam, bir onaxon olamdan o'tibdilar. Yoshlari keksa jufti halollari bir hoji ota janozada birinchi safda bir kursida o'tiribdilar. Soqollari oppoq, ko'zlari yushgan, ko'zlaridan oqqan yosh soqollarini ho'l qilib yoribdi. Yig'layaptilar. Men ichim juda g'alati bo'lib ketdim. Haligi otaxon endi kampiridan ayrilgan. Janoza o'qib bo'lgandan keyin oldilariga kelib qo'llarini ushlab, "Hojdada Alloh sizga sabr bersin. Allohning irodasi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un" deymiz. Hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohga qaytamiz deb gapirdim. Shunda otaxon meni qo'limdan ushladida turishligini, ketmaslikni ishorasini berdilar. Gapira olmadilar, "Turib, gapim bor senga" dedilar. Men qoldim, hamma ketdi. Janoza chiqib ketgandan keyin "Bolam" dedilar menga. "Ayolim uchun bir xatmi Qur'on qilib bergin" dedilar. "Xo'p bo'ladi" dedim. "Qilib beraman" desam, "O'zing" dedi. "Shogirdlaring emas bolam. O'zing xatmi Qur'on qilib bag'ishlab berasan." "Xo'p bo'ladi" dedi. Yig'ladida, "Men" dedi, "bolam, yig'layotganim bu musibatga chidamsizlikdan emas" dedi. "Men ham ertaga orqasidan boradigan odamman. Menda oyog'imda bir bot kasali bo'lganki, shunaqa bir og'riq beradi, agar kechasi meni oyog'imni birorta odam uqalamasa uxlamayman. Faqat shu silaydi, uqalaydi, keyin uxlayman, iloji yo'q. Shu kasalga yo'liqqandan beri meni jufti halolim, kampirim biror marta boshqa joyda yotib qolgani yo'q. Hamisha meni xizmatimda. Bu kecha ayolimni qon bosimi ko'tarildi. Tez yordam chaqirdik, keldi. Shifoxonaga olib ketamiz deydi, cholim yolg'iz qoladi deb unamadi. Muolaja qilishdi, yotkizib qo'yib ketdi. Men endi bezovta qilmay deb o'tirib
o'zim oyog'imni sekin silab o'tiribman deydi otaxon. 80 dan o'tgan odam gapiryapti buni, 90 ga yaqinlashgan. Oyog'imni shunaqa qilib o'tiribman, bir payt kampirim o'rmalab kela boshladi deydi. Kelib oyog'imni uqaladi. Men aytdim-ku, "Ey, onasi bunday qilmagan. Hozir seni ukol qildi. Yot desam" deydi. "Yo'q, qo'yin, tarka odat qilmay, sizni shunaqa qilsam uxlang siz" deb oyog'imni, men yaxshiman deb oyog'imni siladim. Men uxlab qopman doimgidek. Ertalab tursam, boshini shunda oyog'imga qo'yib uxlab qopti kampirim. Voy bechora, shunday uxlab qopti-ya, kasal bo'lsa ham deb onasi joyinga yot deyman desam, shu boshini oyog'imga qo'yib jon bergan ekan dedi. Azizlar, bu Layla va Majnun yoki kitoblarda aytilgan muhabbat qissasi emas. Bu oddiygina bir o'zimizni, ham yurtimiz, otaxon va onaxonimizni bir-biriga muhabbat, sadoqat. Hozir bunaqa narsalarni topish amri mahol deymiz. Lekin shularni avlodimiz biz. Nima uchun bular shu darajada bo'ldi? Turmush o'rtoqni rozi qilishlikni o'rgandi-da. Agar rozi qilsa jannatga kirishlikni bildi-da. Otaxon esa ayoliga vafodor bo'lishlikni, ayolini sevishlikni, ayolni hurmat qilishlikni bildi-da. Shuning uchun Alloh ularning orasiga shunaqa muhabbat berdi. Oradan uzog'i bilan bir hafta o'tib, u xonadonga kelib, men ikkinchi janozani, ya'ni o'sha hojatlarning janozasini o'qidim. Men ko'p joyda mav'izamda buni eslayman, qayta-qayta gapiraman, chunki men uchun ta'lim bo'ldi sizlar. Oila mana shunday narsa. Agar biz bugun oilani saqlamasak, muhabbatli qilmasak, ertaga oilalar ajrimi ko'payaveradi. Buni birdan bir yo'li faqatgina muhabbatda, sadoqatda turish. Biz bu oxiri zamon ummatlari Rasululloh alayhisolatu vasallamdan bir necha asrlar keyin dunyoga kelib, u zotning ummatligini da'vo qilar ekanmiz. Tabiiyki Allohning roziligini izlaymiz. Bugungi oyatlarda esa mana shunday Alloh maqtagan, Alloh suygan bandalarni xos sifatlarini eslaymiz. Alloh aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa ibadur rahmanillazina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Alloh aytibdi: Rahmonni suyuklik bandalari, yerda kamtarona yuradigan, johil kimsalar bema'ni so'z qotganda salomatlik bo'lsin deb javob qiladigan kishilardir. Mana sura Furqonda 63-oyat. Kamtarlik azizlar mu'minga xos. Kibr, havo aslo mu'minga xos emas. Lekin kamtarlik bu tavozilik azizlar. Mu'min banda kamtar bo'lish kerak. Biz kimmizki kibr qilsak? Biz kimmizki azizlar o'zimizni katta tutsak? Yer ustida yurib, osmon ostida yurgan narsa borki, bir kuni Allohning huzuriga ketishi bor. Bir kuni o'lim yetishi bor. Bizdagi bu kibr, havolar hammasi bizning zararimiz. Mu'min banda yer yuzida kamtar bo'lishlik kerak. Kamtarlik nima degani azizlar? Bu degani Alloh taoloni bergan ne'matiga shukr qilib, boricha hayot kechiradi. Aytaylik, kimdir kamtarlikni o'zida xos bo'lmagan sifat, masalan aytaylik, boy odam, badavlat odam atilatdan o'zini hokisor qilib ham ko'rsatib bo'lmaydi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bir sahobani ko'rdilarki, o'zi badavlat, o'ziga yaxshi, juda ham harob kiyinib olgan. Rasululloh alayhisolam senga nima bo'ldi deydilar. Kamtarlikdan. Rasululloh alayhisolam aytdilarki, Alloh bandasiga bergan ne'matini bandasida asarini ko'rishdan xursand bo'ladi. Kamtarlik kiyimga bog'liq emas. Men buni aytayotganim, kamtarlik haqida gapirsa, tagidagi izohlarida bu domlani ba'zi bir kiygan narsalarini, taqqan narsalarini bahosini yozishyapti odamlar. Mana bundaqa yo'q, bunaqa deb. Gap unda emas azizlar. Kamtarlik bu mana shu yer yuzida yurganda o'ziga munosib yurishlik, hech kimga kibr qilmaslik, manmansiramaslik,
hammani bir xilda ko'rishlik, hamma bilan bir xil muomala qilishlik. Mana bu narsa kamtarlik bo'ladi. Alloh aytayaptiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula robbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Inson olamdan o'tgandan keyingi birinchi aytadigan gapini aytayapti Alloh taolo. Alloh sizlarga bergan rizqlaringizdan nafaqa qiling. Sizga bergan moli davlatingizdan imkoniyatingiz borida nafaqa qiling, ihsoningizni qiling, sadaqangizni qiling deb turib Alloh aytayapti. Sizlardan har biringizga o'lim kelsa, ey Robbim, meni ozgina tirik qoldirsangchi, men sadaqa qilib solih bandalardan bo'lsam deydi. E'tibor beryapsizmi? Allohga insonni o'lgandan keyin birinchi aytadigan gapi shu bo'lyapti. Mana Qur'onda Alloh o'zi aytayapti. Agar bandani biz bu dunyodan ketkizsak, bandani Allohga aytadigan birinchi gapi qani edi? Mana bu ozgina o'limimni cho'zib tursang edi, men sadaqa qilib solihlardan bo'lib olardim deyapti. Mana sadaqani azizlar qanaqa ahamiyati bor. Chunki insonning butun hayoti shu moli dunyoda deb o'tib ketdi-da. Uni o'ziga hech qanaqa manfaat yetkazmaganini u bildi. Estikina umrim dedi. Shuni deb men hamma narsadan kechib mana na bir ihson qilibman, na bir sadaqa qilibman deb qolar ekan. Qadimda bir judayam bir baxil odam bo'lgan ekan, bir boy. Hech ihson qilmas ekan, hech ham sadaqa qilmas ekan. Odamlarga yordam ham bermas ekan. Shu darajada badavlat ekanki, o'sha yurtning podshohi ham bilar ekan buni. Kunlardan bir kuni vazirlar kelib podshohga xabar beribdi, shohim, yurtimizdagi haligi faloncha xasis boy o'zgardi. Ko'prik quryapti, yo'l quryapti, yetimxona quryapti, masjid madrasalar quryapti, borib butuni sarflayapti. Holbuki u dunyoni yaxshi ko'rar edi. Podshoh ham hayron bo'libdi. Chaqiringlar-chi, chaqirib kelgandan keyin haligi insondan so'rabdi. Siz bu dunyoda juda ham dunyoni yaxshi ko'rardingiz-ku. Nega endi bunday qilib qoldingiz? Dunyoni muhabbati sizning qalbingizdan ketdimi debdi podshoh. Shunda haligi odam aytibdiki, shohim, hozir ham dunyoni yaxshi ko'raman. Hozir ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun bu yaxshi ko'rgan narsalarimni bu dunyoga tashlab ketkim kelmadi, u yoqqa ham olib ketay dedim degan ekan. Chunki shu qilganlari u yoqqa manfaat bor edi. Ana shuning uchun ham mana bu oyati karimani Alloh bizga eslatyaptiki, agar bir banda o'limga yo'liqsa, Allohga birinchi aytadigan gapi, ey Robbim, mana ozgina umrimni cho'zib turgin, men bir sadaqa qilib olay, solihlardan bo'lib olay deydi. Alloh aytayaptiki, Alloh biror jonni ajali yetganda hech kimni ajalini orqaga surmaydi. Alloh sizlarni qilayotgan ishingizdan xabardor. To ajal kelgunga qadar, to o'lim kelgunga qadar azizlar, bir-birlarimizga yaxshilik qilib qolishimiz kerak. Qo'limizdan kelganicha yaxshilik qilish kerak. Umrni yaxshilikka sarflash kerak azizlar. Alloh Qur'onda aytadiki, Estaizu billah, fa iza farag'ta fansab va ila robbika farg'ab. Bas ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qachonki namozdan forig' bo'lsangiz, o'rningizdan turing va Robbingiz sari rag'bat bilan harakat qiling, duo qiling. Mana namozdan keyin endi rag'batga buyuryapti. Harakatga buyuryapti. Boshqa oyatda mana juma namozi haqida kelgan oyatlarda juma namozini o'qib bo'lganingizdan keyin tarqaling, tirikchiligingizni qiling degan oyat ham bor. Tarqalib hamma o'zining tirikchiligini qilsin. Ya'ni vaqtni nihoyat darajada ehtiyot qilishlik, vaqtdan unumli foydalanishlik lozim bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytadilarki, 5 narsani 5 narsadan avval g'animat biling degan mashhur hadis bor. Ko'p ishlatiladi. Bu keksalikdan oldin yoshlikni, betoblikdan oldin salomatlikni,
faqirlikdan oldin boylikni, bandlikdan oldin bo'sh vaqtingizni, o'limdan oldin tirikligingizni g'animat biling deydilar payg'ambarimiz alayhissalom. Mana shu g'animat bilishlik degani azizlar, o'sha berilgan paytdan unumli foydalanish. Yoshlar ayniqsa, yoshlik bu eng g'animat davr. Bu davrni maishat bilan, har xil o'yin kulgilar bilan o'tkazib yuborish ham mumkin. Lekin bu vaqtda ilm, ma'rifat, kasb, hunar, ibodat bilan ham o'tkazish mumkin. Qaysisi manfaatli? Mana bu keyingisi. Chunki u ertaga shu yoshligini qaytib topa olmay qoladi. Salomatlik davrida ham g'animat bilib, sog' bo'lib turganda hamma xayrli ishlarni qilib olish kerak. Boy bo'lib turganda, qo'lidan kelib turganda yaxshi ishlarni, savob ishlarni, sadaqa ihsonlarni qilishligi kerak. Hayot bo'lib turganda, o'lim kelgandan keyin hamma narsa to'xtaydi. Unga qadar qo'lidan kelgan barcha yaxshi ishlarni qilib olish kerak. Inson o'zini umrini uzaytirishlik uchun hamma narsasini berishga rozi bo'ladi. Agarki mana shu insonni dunyodan o'tishligi aniq bo'lib qolsa, shu dunyoda qolishligi uchun hamma narsasini fido qilishga rozi bo'ladi. Qancha bo'lsa ham, bir kun bo'lsa ham umrim uzun bo'lsa edi deydi inson. Lekin Alloh hayot berib turgan paytda mana shu umrni, shu vaqtni qay darajada isrof qildi, har kim o'zi hisob qilsin. Soatga qaraysak, soatni o'tgan har bir daqiqasi, har bir soniyasi tarixga aylanadi azizlar. O'zi vaqtlarimiz juda ham tez o'tyapti. Umr tez ketyapti. Biz mana shu umrimizni, shu hayotimizni g'animat bilishimiz kerak azizlar. Azizlar, biz bu dunyoga imtihon uchun keldik. Alloh bizni imtihon qilishligi uchun yubordi azizlar. Odam alayhissalom bobomiz va momo Havo onamizni yer yuziga tushirgandan keyin Alloh taolo endi Odam alayhissalom va uning avlodini imtihon qilib, imtihondan yaxshi o'tganlarni qaytib jannatga kirgizishlikni va'da qildi. Bizni bu dunyodagi har bir qilayotgan harakatimiz Allohni rozi qilib jannatga kirishga intilish azizlar. Agar faqatgina u dunyoyimiz bo'lsa, jannatni o'ylab turgan bo'lsak, hamma narsani yig'ishtiraylikda, bo'lmasa o'tirib tarki dunyo qilib o'tiraylik, ibodat bilan mashg'ul bo'laylik deyilsa, bu ham imtihondan yaxshi o'tish emas bo'lib qoladi. Aslida shu hayotda yashashlik o'zi imtihon. Alloh taolo bizga hamma narsani tark qilishlikni buyurmadi. Alloh Qur'onda aytadiki, biz inson va jinlarni faqat ibodat qilish uchun yaratdik deganda, mana shu ibodat so'zi juda keng bir ma'noda. Bu abdun, ya'ni bandachilik qilishlik, Allohga bandaligini his qilib yashashlik. Hammasi imtihon. Bir insonga agar Alloh boylik bergan bo'lsa, mana shu boyligi uni imtihoni. Kimdir kambag'al qilgan bo'lsa, kambag'alligi uni imtihoni. Boyligi uchun takabburlashib bo'lmaydi. Kambag'al bo'lganligi uchun o'zini haqir sanab bo'lmaydi. Balki har ikkisi ham aytadiki, men imtihondaman dedi. Tasavvur qilingki, bir talaba o'qishga kirishlik uchun imtihon varaqini olganda, qanday savol chiqsa uni baxti. Kimgadir osonroq, kimgadir qiyinroq qabul qiladi. Endi shunaqa savol tushib qoldi, imtihon deydi. Bu ham hayot imtihoni azizlar. Olgan varog'imiz kimimizdir boy qilib, kimimizdir kambag'al qilib, kimimizdir ahli ilm olim qilib, kimidir oddiy obid qilib, kimidir kasal, zaif, nogiron qilib, kimidir quvvatli, sog'lom qilib imtihon qiladi. Hammasini agar imtihon deb qabul qilsagina inson o'zini baxtli sanaydi. Agar uni imtihon demasa, bu odam qiynalib qoladi hayotda.
Lekin men doim bir misolni, bir ulamoni misolini keltiraman. Bu shayx aytgan gap bor. Aytadilarki, biz ikki sohil o'rtasida sayr qilayotgan kemadamiz. Bu sohil bu dunyo sohili, bu tomonda esa oxirat sohili bor. Kemaga chiqib ketyapmiz. Kema juda ham katta. U kemani ichida aytaylik juda ham chiroyli bo'lgan xonalari bor. Yana birlari bor o'rtacharoq, birlari bor oddiyroq, hamma ketadigan umumiy xonalari bor. Kimdir o'sha eng yaxshi xonada rohatlanib ketyapti, kimdir boshqacharoq ketyapti. Lekin aslida hamma ketyapti. Chiroyli xonada bo'lsa ham, o'rtacha xonada bo'lsa ham, sharoiti bo'lsa ham, bo'lmasa ham birortasi ketayotgan xonasini to'xtatib qolmaydi. Hamma o'sha bir kemada bu sohilga qarab ketyapti azizlar. Shunday ekan, biz mana shu ketish davrimizni g'animat bilib, to narigi sohilga borgunimizcha o'zimizdan bo'ladigan savoblarni u yerga ko'p yuborib turishimiz kerak. Buning uchun umrni, vaqtni g'animat bilmoqimiz lozim. Biz azizlar ojizgina bir bandamiz. Umrimiz o'tib bormoqda, hayot ketib bormoqda. Qiyomat yaqin. Chunki oxir zamonda yashayapmiz. Ba'zan ijtimoiy tarmoqlarda qiyomat haqida qachon ekan, bundoq ekan, bundoq ekan deb rosa ko'p fikr mulohazalar bo'ladi, tortishuvlar bo'ladi. Men aytamanki, birodarlar, qiyomatni tortishuv qilmang. Qachon bo'lishi, uni alomatlari hatto aniq bir dalillar bilan ham yozib yuborishyapti internetda. Mana bu narsa bo'lsa qiyomat bo'ladi degan, kutavering qiyomatni. Payg'ambarimiz alayhissalom oxir zamon payg'ambari deb kelishliklari o'zi oxir zamonda nishonasi-ku. Qolaversa payg'ambarimiz alayhissalomda oldilariga bir sahoba kelib so'radilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, qiyomat qachon bo'ladi?" dedilar. Qachon bo'ladi qiyomat? Payg'ambarimiz alayhissalom savoliga savol bilan javob berdilar. Aytdilarki, "Sen o'zing nima tayyorlab qo'yding qiyomatga?" dedilar. Qiyomatni so'rayapsan, qiyomatni tashvishini qilyapsan, nima tayyorlading qiyomatga? Haligi sahoba aytdilarki, "Menda ko'p narsa yo'q" dedi. "Ko'p narsa tayyorlay olmadim. Lekin men Alloh va uning rasulini sevaman" dedi. Shunda Rasululloh alayhisalom, "Unda tashvish qilma, sevganlaring bilan birga bo'lasan." Alloh taolo bizni Rasulimiz alayhisolatu vasallam bilan birga bo'lishligimizni nasib qilsin azizlar. Qiyomat dahshatidan, vahshatidan Alloh bizni omonda qilsin. Arab tilida assalomu alaykum degani sizga tinchlik bo'lsin degani. Assalomu alaykum degani sizga o'lim bo'lsin degani. Oysha onamiz aytadilarki, bir kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldidan kofirlar, mushriklar o'tib ketayotib, atayilatan masxara qilib assalomu alaykum dedilar. Sizga o'lim bo'lsin dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom va alaykum dedilar. Hech narsa gapirmadilar. Shunda Oysha onamiz, "Nima deyapti bular? Shuncha gapirsa ham indamayapsiz ya Rasululloh" dedilar. "Mani javobimni eshitmayapsanmi?" dedilar. Ular bilan tortishib o'tirmayapti-da, va alaykum deyapti. Sizlarga ham nimani tilasa shu. Rasulimiz alayhissalom hech qachon tortishmaganlar. Lekin biz bugun agar e'tibor berayotgan bo'lsanglar, nihoyatda tortishishlik davrida yashayapmiz. Hamma narsada tortishish bor. Hamma narsada. Oila davrasida ham, hatto ishxonada ham, hatto ko'cha-ko'yda ham, hamma narsada. Nimaga bunaqa? Chunki o'sha tortishlik kibrning orqasidan bo'ladi. Ha, bu to'g'ri gapirayotgandir deyilmaydi. Bu haqdir deyilmaydi. Men xatodurman deb aytmaymiz. Hammamiz to'g'riman, men to'g'riman, meni gapim to'g'ri deb turib olamiz. Eng yaxshi uslub azizlar, johillar bilan tortishmaslik. Ayniqsa internet. Rasulimiz alayhi salatu vassalam sahobalarni ichida kamtarliklaridan eng kambag'al, eng faqirlarini ham yaxshi ko'rardilar. Quldan chiqqan Hazrati Bilol kabi, qullari Zayd kabi sahobalarni bag'rlariga bosib, quchoqlab hurmat qilardilar.
Hattoki Qurayshning zodagonlari, boy badavlatlari kelib, biz ham sizni diningizni qabul qilamiz, biz ham musulmon bo'lamiz. Lekin mana bular bilan biz bir davrada bo'lmaymiz-da dedilar. Bulardan keching dedi. Lekin Rasululloh alayhisalom yo'q dedilar. Bunaqa yo'l bilan sizlarni safimizga qo'shilishingizni qabul qila olmaymiz dedi. Ular bizning birodarlarimiz. Ular bizning do'stimiz dedilar. Shunday ekan biz ham azizlar bu dunyoda nihoyatda kamtar bo'lib yurishligimiz kerak. Zayd ibn Aslam degan zot sahoba aytadilarki, men ushbu oyatni tafsiri haqida so'rab surishtirib yurardim dedilar. Ya'ni yamshuna alal ardi hauna, mana shu yerda kamtarlik bilan yuradi, agar bir johil gapirsa salom deb ketaveradi degan oyatni o'ylanib yurardim ma'nosini. Shu kunlarda tush ko'rdim. Tushimda bir kishi oldimga kelib, ular yer yuzida fasod chiqarishni istamaydiganlardir deb aytdilar. Ya'ni Allohning suyukli bandalari mana shunday bo'ladi. Ular yer yuzida fasod chiqarishni istamaydiganlar, ana o'shalar yer yuzida kamtarona yuradilar va johillar bilan tortishmaydilar degan ma'noda. Ibn Abbos radhiyallohu anhu esa itoat, yaxshilik va tavozi bilan yuradi deb tarjima qilganlar. Mana shu oyatdagi havnan so'zi haqida ketyapti. Ular havnan yuradi deganda biz endi buni kamtar deb tarjima qilyapmiz o'zbekchada. Lekin Ibn Abbos aytayaptilarki, buni ma'nosi itoat, yaxshilik va tavozi bilan yuradi deyaptilar. Demak, mu'min bandaning Alloh taolo yaxshi ko'rgan, suyadigan sifatlari kamtarlik. Ikkinchisi, va idha khatabahumul jahilun qalu salama. Johillar bilan tortishmaydi. Johillar bilan tortishmaydi. Agar johillar qattiq haqorat qilib bir narsalar degan taqdirda ham ularga qarab salom deydi. Ya'ni salomlar bo'lsin, tinchlik bo'lsin deydi. Chunki johil odam bilan tortishlikning foydasi yo'q. Kim Qul-Huvalloh surasining oxirigacha 10 marta o'qisa, Alloh taolo unga jannatda qasr bino qiladi. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu aytadilar, unday bo'lsa uni ko'p o'qiymiz. U zot alayhissalom Alloh taolo savobni ko'proq va yaxshiroq beruvchidir dedilar Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda. Endi bir narsa borki, odamlar savol beradilar-da, keyingi paytda shu gap ko'p tarqalyapti. Gunohlarni qilib falon ishni qilib qo'ysa yuvilib ketar ekan. Bor umrani qilib kelsa yuvilib ketar ekan bunda. Azizlar, bu narsalar hammasi taqvoda Allohdan qo'rqib turgan odamlar uchun. Allohdan qo'rqib, fazilatidan umid qilasiz va siz duo qilib Allohdan sura ixlos bilan o'qiyotgan odam, ixlos bilan duo qilayotgan odamda rosakam ixlos bo'lsin-da. Alloh yagona deb turibsiz. Alloh hech kimga hojat tushmaydigan zot, balki u hojat barordir deb so'rayapsiz, savat deb turibsiz. Shunday ekan, siz hamma narsani bilib turgan Allohdan uyalishlikni o'rganish kerak. Hayo qilish kerak. Alloh deb turib gunoh qilaversak, Alloh deb turib boshqa nojoiz ishlarni qilsak, g'iybat qilsak, ig'vo qilsak, bir-birimizni haqqimizdan qo'rqmasak, qanaqa bo'ladi endi? Qani ixlos bu yerda? Qani ixlos? Alloh azza va jalla bizni har bir nafasimizgacha bilib turibdi azizlar. Agarki biz mana shu taqvoga o'tsak, agar Alloh meni yurishimni, turishimni, qalbimdan o'tayotgan narsani ham hamma narsani bilib turadi degan e'tiqodda hamma musulmon bo'lsa edi, biror bir xonadonni darvozasiga qulib tushmas edi. Hozir hammamiz da'vo qilyapmiz-ku, lekin afsuski amal yo'q bo'lib qoldi. Ko'rinishimizni chiroyli qilyapmiz. Gap so'zimizni juda chiroyli qilib aytyapmiz. Har bir gapimizga ajib bir lafzlarni qo'shamiz. Mashalloh, subhanalloh, inshaalloh, qanday go'zal so'zlar. Ammo lekin amalda bu yo'q. Amal boshqa. Muomala boshqa. Odob boshqa. Ana bu narsa juda butun ummat uchun og'ir bir musibat bo'ldi aslida. Bu gaplarni gapirib ko'zlariga yosh olgan ulamolar bor.
yig'laganlar bor. Ramazon Bo'ti rahmatullohi alayhi mana shunday xutbada turib, hamma yo'q ibodatga to'lib ketdi ya, masjidlar ibodatga to'lib ketdi, ro'zalar tutilyapti, ibodat bilan to'ldi olam. Lekin ubudiyat qani deb yig'lagan ekanlar. Ya'ni haqiqiy bandalik qani. Haqiqiy bandalik qani. Shuning uchun biz bugun bir oz bo'lsa-da sizlar bilan Allohni eslagan bo'ldik. Azizlarim, Sura Ixlosni ko'proq o'qiylikda ixloslik bo'lishlikka harakat qilaylik. Abi Saiddan rivoyat qilinadiki, bir kishi Qul huvallohu surasini qayta o'qiyotganini eshitdi. Tong otganda payg'ambarimiz alayhisolamning yoniga kelib shu narsa haqida so'radi. Shu odam juda ham ko'p Sura Ixlosni o'qib yuradi, doim shuni o'qiydi deganlarida bu Imom Buxoriyda keldi bu hadis. Payg'ambarimiz alayhisolam aytdilarki, "Vallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluthal Qur'an" dedilar. Jonim qo'lida bo'lgan Allohga qasamki, mana shu sura Qur'onning 3dan biriga teng bo'ladi dedilar. Shuning uchun ba'zilar 3 marta o'qisa xatmni savobini oladi deydi-da. Payg'ambarimiz alayhisalom yotishlaridan oldin mana shu surani Faloq bilan Nos surasini qo'shib birga o'zlariga dam solib yotardilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning odatlari shu edi. Imom Azam rahmatullohi alayhida mana shunaqa bir dahriylar, moddiy parastlar chaqirgan ekanlar bir tortishuvga. Hamma narsani tabiat o'zi yaralgan, o'zi sekin-sekin jarayon bo'lib yaralgan, hech bu yerda ishtirok yo'q, boshqani deydiganlar bor. Moddiy yo'llar. Mana shunaqa qilib Imom Azam rahmatullohi alayhida chaqiribdilar. Imom Azam rahmatullohi alayhi aytibdilarki, boraman sizlarning oldinglarga. Qachon boryapti? Falon paytda, falon joyda ko'rishib, ular juda savollarini tayyorlab, Allohning yo'qligini isbot qilib beramiz deb turibdi. Bir nechtalar. U zot aytilgan vaqtdan sal kechroq boribdilar. Ular bir-birlariga aytibdiki, bu odam va'daga vafo qilmaydigan, aytilgan vaqtda bu bilan nimani tortishamiz? Kirib kelganlarda siz debdi, olim bo'lsangiz, sizni shuncha odam kutib turibmiz. Falon paytda kelaman deb shuncha kech qolasizmi desa, u zot Imom Azam rahmatullohi alayhi uzr so'rab aytdilarki, meni kechiringlar, men oldinglarga kelayotgandim, orada bir daryo bor ekan, shuni qayiqda o'tib kelayotgandim. Birdan to'lqin bo'lib, to'polon bo'lib yiqilib ketdim, qayiqim parchalanib ketdi. Keyin endi nima qilaman-ekin, cho'kib ketamanmikin desam, parchalanib ketgan qayiq bir-biriga yopishib yana qayta qayiq bo'lib meni olib o'tib keldi. Shuni menib sizlarning oldinglarga keldi. Rosa kulishibdi haligilar. Endi siz bilan tortishamizmi shu gapdan keyin? Qanaqa qilib parchalangan yog'och yana qayta qayiq bo'lishi mumkin desa, yo'q, bo'lishi mumkin. U usta qiladi, u yog'ochni oladi, qoqadi. Qiziq ekansizlar-ku sizlar. Bitta qayiqda o'zidan o'zi paydo bo'ldim desam ishonmayapsizlar-ku. Menga hozir butun dunyoda o'zidan o'zi paydo bo'ldi deb tortishmoqchisizlar. Nimani tortishaman sizlar bilan? Hammasi lol bo'ldi. Bu tizim bilan yaratilgan koinot va borliqni yaratgan Robbimiz qoidasi. Buni hech kim aqli yetmaydi azizlar. Agar mana shu qoida ilm, fan o'zi aytib turibdi, mutaxassislar, o'sha olimlar, astronom, falakshunos hammasi. Bitta qoida buzilsa, yaratilgan tizim buzilsa, koinot parchalanib ketadi, bilasizlar. O'sha butun olam tortish kuchi deymiz, boshqa deymiz, hammasi. Lekin shuni boshqarib turgan zot Robbimiz Alloh. Eng qalbimizga beradigan xursandchilik shularni hammasi biz uchun azizlar. Bandalar uchun qildi Alloh taolo. Shuning uchun Qul huvallohu ahad deganimizda Alloh yakkadir, yagonadir. U Alloh bizning Robbimizdir. Ibodat qilishlikka ham, yordam so'rashlikka ham loyiq zot bu Allohdir azizlar. Payg'ambarimiz alayhisalom bir kishini namoz o'qib, undan keyin bir duo qilayotganini eshitib qoldilar. Bir odam namoz o'qibdi-da, namozdan keyin quyidagi duoni qilyapti ekan haligi odam, sahoba. Allohumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana shu duoni qilyapti ekan. Ya'ni Qul huvallohu ahadning ichidagi oyatlar bilan duo qilyapti. Ey Alloh, men sendan o'zga iloh yo'qligi, sen yakka yagona, as-samad, tug'magan va tug'ilmagan, tengin yo'qligiga guvohlik berib so'rayman dedi.
Shunda eshitib payg'ambarimiz alayhisalom qarab aytdilarki, "Vallazi nafsi biyadihi", jonim qo'lida bo'lgan zotga Allohga qasam ichib aytamanki, dar haqiqat ismi azam bilan so'radi, u bilan so'rasa beriladi, duo qilinsa ijobat qilinadi dedilar. Bu Imom Abu Dovud, Nasoiy, Termiziy, Ibn Mojalar rivoyat qilgan hadis asli. U ismi azam bilan duo qilib so'radi deyaptilar. Ismi azamga qo'shyaptilar buni, ya'ni ulug' ismlar. U bilan so'rasa beriladi, duo qilinsa ijobat qilinadi dedilar. Sura Ixlosni ko'proq o'qib, uni ko'proq mana shu duolarimizda qo'shib borishligimiz kerak bo'ladi.